O'tabek aka, Labay. men xonamda chugun radiator o'rnatganman, Aha. lekin qishda yaxshi isitmayapti. Shunga nima maslahat berasiz? Nimaga isitmayapti? Xonangiz necha kvadrat, nechiga nechi? Xonam 3x4, 12 kvadrat. 3 ga 4. Nechtalik radiator qo'ygansiz? 6 talik. 6 talik radiator qo'ysangiz albatta isitmaydi-da. 3 ga 4 bo'ladigan bo'lsa, 12 kvadrat joy bo'ladigan bo'lsa, sizga biz uni tavsiya qilamiz. Kamida 10 talik radiator, 10 talik. Sababi bitta seksiyamiz 1,5 kvadrat joyda isitadi. 12 kvadrat bo'lganda 10 talik qo'ysangiz, 15 kvadratga zapas bilan qo'ysangiz, qishda issiqroq o'tirasiz. Mana bu 10 taliklardan qo'ysangiz, siz aytganday issiqlik bo'ladi. Har xil turda radiatorlarimiz bor. Misol uchun 2 palislik deyiladi, 3 palislik deyiladi. Mana bular 2 palislik. Xalq tili bilan aytganda 2 palislik, o'zi aslida M90 deyiladi, MS90 deyiladi. Misol uchun 10 talik, 8 talik, 7 talik, 5 talik kimga qanaqa razmerda kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol murojaat qilsalar, taxlab beraveramiz nechta kerak bo'lsa. Demak, kimga shunaqa radiatorlar kerak bo'lsa, sizga murojaat qilsa bo'ladimi, aka? Ha, albatta, bemalol 10 talik, 8 talik, kimga nechta talik radiator kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol murojaat qilishsa bo'laveradi. Og'irni yengil qilib beramiz deydi-ku.